Hammaga assalomu alaykum. Bugun biza Aydarko'lga ketyapmiz. Jipchilarning bayrami bo'lyapti bugun. Yana joyda o'tira olmaydigan odamlar bugun yig'ildi. Mana bu tank mashinalari bilan bugun ketyapmiz. Qozog'istondan mehmonlarimiz kelgan va bizani mana do'stimiz Alisher tankidamiz biz. Tank 300. 2 turbo motorli benzin. Juda ham ko'p mashinalar ketyapti bugun. Men shu yerda hozir mana adrenalin klub ketdi. 10 tadan oshiq mashina edi bo'tdi. Va hozir qolgan tankchilarni kutyapmiz. O'sha Qozog'istondan kelgan 10 tacha odamni hamma birgalikda sekin yo'lga chiqamiz. Hammasini ko'rsatamiz. Yo'lga chiqdik mana. Orqamizdan kelyapti qolgan tankchilar. Qani Alisher akasi. Ну чё, как вообще? Qalay впечатлениялар? Nima kutyapsiz bugunga anaqadan? O'zi bugun endi bilmadim, sal hayajondamiz, chunki bunaqa katta festival endi birinchi marta o'tyapti, shuning uchun nastroy yaxshi. Jizzaxga ham yaqinlashib qolyapmiz. Jizzax shahriga yetib keldik mana. Mana hamma tankchilar shu yerda. Hozir bu mehmonlarimizga Jizzax somsasidan yedirib sekin Aydarko'l tomonga yuramiz. Parkуйтесь плотнее, место мало. Somsa ekanmiz mana ekan. Qipchoq somsaga. Qipchoq somsalari Jizzaxda. Bu qanaqa razmerdagisi bu? Kichkinasimi, kattasimi? Kattasi. Eng kattasi bu 48 ming. 48. Bu tomonda 18, 33 bor. Somsaga keldik. Biz shunaqa ko'pligimizdan 34 kishi somsa yetmayapti hali. Ish qilib tez mana shunaqa stollar qilib berishdi bizga. Hozir harakat qilishyapti, mana somsalar ham kelyapti. Asl Jizzax somsasi original, a? Mana somsa yog'imiz ichini qaraydi. Chiroyliligini. Haqiqatan yaxshi ekan somsa. Shaxsan menga yoqdi, men chunki yog'li go'sht yemayman. Yog'i kam. Albatta ichida dumbasi bor, boshqasi bor, lekin go'shti juda ham yaxshi. Anchadan beri somsa yemodim bundan. Aynan mana hozir keldi. Yegiz kelmayotdi, lekin men yemayman deb turgan joyingizda yeyapsiz. Вообще zo'r. Xamir ham zo'r ekan, go'sht ham zo'r ekan, так что. Mana somsani ham yedik mana. Somsaga gap yo'q, mana mashinasi. 95-yildan beri ishlashar ekan. 30 yil bo'libdi. Qoyillar ekan mana yerda. Somsani zo'rini yedik. Bunaqa Jizzax somsa men yemaganman hali 37 yoshga kirib. Mana Forish tumaniga ham kirib kelyapmiz. Oldinda blokpostda bir narsa qilib qo'yishibdi. Сзади 01, Диас, аккуратней будь, там Матиз едет в пыли. Суби, аккуратней будь. Приехали, танк 300. Bizankilar shekilli bu. Да. Lekin amortizatorlarga вообще gap yo'q ekan. Buni agar almashtirsa вообще bilinmas ekan, g'adir-budir yo'lni. Ko'rmadim doğrar ekan bu mashinalar. Давайте так, чтобы для понимания, вот у вас машина, сколько вы вложили до вот такого состояния? В среднем, по опыту, то есть я даже не буду говорить про свою, потому что кто-то больше акцент на ходовые характеристики, кто-то больше на то, чтобы путешествовать, например. Вот здесь у нас автомобиль стоит красный, да, вот у него палатка, платформа, на палатке сверху еще ящики, здесь автономная печка, чтобы можно было вообще в минус 10 ночевать в машине. Бамперы силовые, подножки, пороги. В общем, там половина стоимости машины. Но это прям экстремальная доработка. В среднем я вижу где-то около 10%.
около 10% от стоимости автомобиля вкладывают, чтобы получить очень хороший результат. То есть это уже машина будет и вид красивый, и внедорожные возможности, ну и для путешествия тоже добавится. Это такой некий внедорожный минимум, да, можно Ну, считать? Да, комфортный набор. То есть минимум это даже там, сколько в долларах если сделать, ну $2000 уже много чего можно будет сделать. А если сделать $4000, то уже это и подвеска, и какие-то аксессуары, например, фары лазерные, например, вот здесь стоят, да. В принципе, без них тоже можно, но если их поставить, ночью фары прям очень ярко светят и очень комфортно. Вот такой есть шноркель, который демонтируется, например, при езде по трассе или в городе, можно его вот так снять. Все, его вот так демонтируешь, эту штучку сюда ставишь и в городе с ней ездишь. Это вот тоже знаешь. ваша, да, машина? Да. Вот сколько вы вложили вот в эту машину конкретно? Чтобы... И жена рядом стоит, нельзя Отвлеките кто-нибудь на ушко. Тихо скажите, тихо скажите. Такая же стоимость. Тихо скажите. А? Такая же стоимость машины. $50 000. Здесь магия конструкторов танка. Вот здесь клапан. Сюда подключаем шланг. Здесь активация компрессора, там надо включить питание. Ага. И все, и отсюда накачал колеса. То есть он там спрятан в багажнике, и отсюда можно все и также продуть, ну, любые операции с компрессором. Как вот взрослая игрушка, да, игрушка для взрослых, что-то дорабатывает, а потом это же тоже тешит человека эго, да, то есть он сделал что-то классное, приезжает вот так навстречу. Вот сейчас, видите, мы стоим около машины Нурбека, да, не стоим около машины Александра или Дмитрия, мы стоим здесь, и он такой сидит потом вечером. Инстаграм смотрит фотографии, да? Да, и все, и он Инстаграм То есть он на работе уже достиг успеха, хочется теперь уже вот какого-то публичного такого. Раз он это сделал, и все. Ana asosiy движняк joyiga kelyapmiz. Bu yerda mana festivalni tushunishim bo'yicha asosiy qism bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi alaykum. aka, tuzumisiz? Ikki og'iz nima bo'lyapti? Nimalar tashkillashtiryapsiz aka? Bugun bayram. Xo'p. Bugun yo'l tanlamas mashinada yuradigan do'stlarimiz bilan bir yig'ilishib, o'zaro bir yana suhbatlashib, o'yin kulgi qilib, ozgina poygalar qilib, kunimizni 2 kun damimizni shunaqa o'tkazmoqchimiz. Zo'r. Sizni opitingiz bilan menimcha zo'r narsa bo'ladi. Shunga harakat Shuncha odam. Men opitim yo'q. Men birinchi marta bu ishni tashkil qilishim, meni tajribam yo'q. Shu uchun opitim deb Yo'q. bahona qilib yubormayman. Anaqa bo'yicha off-road bo'yicha. Nechta mashina kelgan Akbar aka? 103 ta mashina. Mana bayram sekin boshlanyapti, tayyorgarlik. Bu yerda yana mana Alisher akamiz. Assalomu alaykum. Mashinamiz aka Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. 1950-yildan beri ishlaydigan bu zavod. Shu paytgacha Xitoy armiyasi uchun mashinalar chiqargan. Biz O'zbekistonda olib kelib, eski formati yig'amiz. Hozircha xudo xolasa 3 yil ichida to'liq mahalliylashtirib, Made in Uzbekistan qilib chiqazmoqchimiz. Mashinani ko'ryapsiz, ikkita oldi ham, orqa ham mustda. Podveskalar juda baqat, motori baqat. Bemalol sportchi mashinalar bilan bellashib, 3 ta mashinamizni ham trassada sinab ko'rdik. Xudo xolasa, menimcha mashina o'zini zo'r ko'rsatdi, kadrlarni qo'ya olasiz. Hop, 2 turbo 238 ta ot kuchi, 400 Nm mashinani oldida ham, orqasida ham most va orqasida ham blokirovkalari bor. Off-road uchun polniy tayyorlangan mashina. Biz nimani ko'rsatib bermoqchi bo'ldik? Ben mashinamizga $6000 dan oshiqroq pul chiqqanmiz, podveska qilib, basharasini o'zgartirganmiz. Bugun bo'lsa stokoy ikkala mashinamizni ham trassada haydab, mashina nimaga qodirligini ko'rsatdik. Off-road bu faqat asab buzish, rasxod emas. Shunday yangi mashina salondan olib chiqib, to'g'ri off-roadga haydasalar ham, sizlarni tortib ketadigan mashina narxi menimcha off-road uchun qimmat emas. 100 minglik mashinalar bilan bemalol raqobatlashdi. Ya'ni o'zini narxidagi mashinalar bu mashinaga raqobat bardoshlik qilmadi. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Kimga 212 mashinamiz kerak bo'lsa, bemalol avtosentr avtosaloniga murojaat qilib bo'ling. Rahmat. Rahmat aka. Mana bunaqa ekzemplarlar ham bor mana. Juda shinamanda odamlarniki o'xshayapti, buni qaranglar qilganini. Mana mashina bilan xohlagan teshigiga kirib, xohlagangizdan chiqasizlar. Ash Aydar ko'lli qirg'og'ida mana bu yoqda palatishni lager qilishgan. Hamma shu yerga joylashgan.
Ama qarovima kim ekan bu deb o'sha boshlab bersiz va bayrammi? Endi shunaqada endi. Ha, bayram ochiq deb e'lon qilamiz. Qara, hammani yo'ldan loy botqoq ekan bu. Bizlarni tanklarni qattiq qilib mana shunaqa odamlar bor, mana shunaqa narsadan kayf qiladi-da mana. Buni tushuntirish qiyin, tushunish ham qiyin. Lekin mana haqiqiy bir erkaklarni ana bazovoy nastroykasi deydi-yu, mana shu narsalar bor-da. Shu buni eng kayf beradigan joyi shundaki, bittasi tiqiladi, ikkinchisi chiqaradi u mashinani. Ana o'shanda ko'ryapsizlar mana qanchalik ko'lab tashlagan. Спасательная operatsiya boshlanyapti bitta. Спасающий. Sám себя спасаешь, да? Boshqalarni qutqaruvdik, endi o'zimizni ham qutqaradigan bo'lamiz. Akbar нас сюда специально отправил. Hard level sуда, короче. Akbar aka mashqqa jo'natib yubordi bizlarni. Hozirgina mashq qilib turinglar deb jo'natyapti. Mehmonlar o'zbekcha mehmon do'stligini ko'rsin deya. Сейчас мы пойдем туда, к основной сцене, потому что там я вижу, организаторы очень мощно подготовились. Вижу там выставлены стенды, вижу машины. Презентацию посмотрим, Toyota новые. Так что сейчас быстро здесь разберемся и помчим туда. Застреливают здесь будут. Можно их потом сюда попросить тоже заехать? Они не доедут даже до сюда, да? Libyotgani nima foydasi borligi yaqqol sizlarga ko'rinib turibdi. Festival mana bunaqa Oxus Adventure degan joyda bo'lyapti. Bu mana Aydar ko'l. Asosiy ko'l nari yoqda. Shunaqa mana tabiat qo'ynida. Bu trassa. Juda zo'r anaqa qilishgan. To'siqlar, xullas. O'rtoqlar, assalomu alaykum yana bir bor. Avvalambor bu tadbirga kelgan hamma yig'ilgan hammaga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu tadbir hammamizniki, ya'niki bitta fikrda yuradigan va bir xil dam oladigan, hobbisi bir xil bo'lgan insonlarni maksimal harakat qildik, yig'ib festival o'tkazish uchun. Здесь две траектории, как ехать. Кому как удобно. Можете по левой ехать, можете по правой. Trassani mana hozir ko'rsatishyapti. Mana shu yo'ldan yurishadi hozir qatnashchilar. Hozir mana yayu yurgan holda hammaga ko'rsatishadi va davom etamiz. Экипаж 16. Команда «Дружба». Здесь они. Команда 868. Бортовой надо записать обязательно. Бортовой 11. 25 ming. 5 kruг. Сколько получится? 25 минут. Все, участники готовы? Участники готовы? Смотрим на тачку. На раз, два, три. Хорошо? Давайте. Раз, два, три.
боевой моторе. Сейчас смотри, что творит. Oba! Burning Man o'tkazasi bor. Yuklarning orasida. Внимание участников! Осталось 5 минут! Повторяю, внимание участников! Осталось 5 минут! Ko'rganinglardek mana juda qisqa o'tyapti. O'zi finishga keldi ko'p mashinalar. Hozir endi o'tda qolib ketganlarni chiqarishadi bitta-bitta. O'shan ketishyapti mana. Kattaroq mashinalar. Doda yorvordingiz lekin qalay ощущениялар. Zo'r. Eng главныйsi navaramni olib keldim, navaram mazza qildi. Болельщик, самый главный болельщик. Yonimda o'tirdi. Yo'q, shturman, молодец, yorvordingiz. Navaram uchun keldim. Gap yo'q. Eng katta rahmat Akbarga katta rahmat. Молодец, baraka topsin. Dimaga rahmat, Andreyga rahmat. Молодцы, rебята. Gap yo'q. Qizil nevesga rahmat. Ha, Alisher aka, nima bo'lyapti endi? Ну вот, закончился первый заезд. Сейчас всех поломанных, раненых, но не убитых вытаскивают. Сейчас будет второй заезд, а потом будет третий бомбовый заезд. Там будет вообще поцарапают столько джипов, а мы будем снимать. Pakatushki klubda nima gap, aka? Pakatushki klubda hammasi chotki, mana shu yerda biza allaqalay zo'r o'tyapti, соревнованиялар. Asosiysi hozir mana boshlanadi. Серьезный mashinalar bir-birini urib, ustidan o'tib, sakrab, to'g'ri ham qilyapti, короче. Qarab turinglar, zo'r bo'ladi. Oldinda hammasi. Конечно. Красавчик. Что, готов, братан? Нет, конечно. Mana bitta ko'pchilik sakrab o'tdi. Juda zo'r gorka ekan. Shuni ko'ramiz. Уже Sanjar akam bor, Sanjar aka. тяжелый артиллерия kelyapti mana.
Qalay bo'lyapti? Shou ko'ramizmi sizdan shu sakraydiganidan? Yo ayismizmi mashinani? Ko'ramiz endi sharoitlarimiz hozir. Bitta sakratadigani bor ekan, bir ko'ramiz sizdan bir 3-4 metrligidan, brat. Yo ayismi mashinani siz, brat? Ayimiz biz. Hozir ne kadar haydaymiz. Realli joyda. Brat, qalay bo'lyapti endi? Sizdan bir ko'ramizmi bir sakratadiganidan? 5-6 metrga bir sakratadi. Ana, brat, suhbatlarni olamiz. Brat, как вообще? Как это так застрять вообще? Бывало, да, наверное? Нет, это первый раз. Первый раз? Настолько, чтобы? Ну, первый раз выезжаю на трассу. Как вес помогает в таких ситуациях, брат? Насколько это важно? Помогает круто. Gap yo'q ekan. Сразу веску урвал, да? Красиво было, красиво, красиво. Давайте, все, засекаем время. Засекаем время. Городе Байроге Каримас. Все готовы? Все готовы? Готовимся, давайте, все готовимся. Давайте, с трассы уходим, с трассы на почанос. Бір, ике, үч, Og'ir artilleriya ishga tushdi mana. Bilinadi, bular sal ehtiyot o'qaydi. Nivachilar uchyapti. Последний шанс на тапку, это карусель. Aka, ikki og'iz so'z. Assalomu alaykum. Sizdan ham. Hop. Qanaqa bo'lyapti? Вообще gap bo'lish mumkin emas, lekin atmosfera bomba, mashinalarni ham zo'rlar yig'ilgan. Juda ham qiziq bo'lyapti lekin, aka. Cho'ta uchinchisi anaqa bo'lyapti, sal zerikarli bo'lmayaptimi? Nimaga bular sakramayapti aka, Rubikonlar? Bular slabiydi, hammasi birinchi tushishida novichok aka, lekin tog'da yuraverishadi, lekin men bitta birinchi marta aka. Endi mashina ehtiyot qilib endi. Siz nima chiqmadingiz? Biz tomoshada aka. Motivatsiya deb turibmiz aka. Moralniy поддержка. Gap yo'q. Rahmat. Qanaqa bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Sizlarning mashinalar qatnashyaptimi? Yo'q, bizning mashina faqat prezentatsiya bo'ladi. Ha, qachon ko'ramiz? Trassaga ertaga tekshiramiz, xudo xolasa. Bo'ladi. Ta'til mashinada. Qanaqa bo'lyapti birinchi kun? Birinchi kun, menimcha bu narsani qatnashuvchilardan so'rasangiz to'g'riroq bo'lardi. Tashkilotchi tarafidan aytadigan bo'lsam, menimcha yomon emas, ko'pchilik yoqyapti. Eng takoy qiziq joyi, hali hech ham bunaqa musobaqalarda qatnashmagan Wranglerlar, yangi mashinalar o'zini sinab ko'rish uchun mana tushdi. Biza o'zimiz tarafimizdan yo'lni yengil qilib berdik. Qiziq bo'lyapti, yangi mashinalar ham o'zini sinab ko'ryapti. Endi bahoni muxlislar lekin muzikani qo'yayotgan DJga alohida medal berish kerak aka. Shohruh aka. Mashhurlarni qayda olmaydi dedim, yorvardi lekin. Xato olaman. Qatnashdi. Hasan aka. Yoqdimi? Qatnashsa bo'lar ekan. Trassani qiynab qo'ymaymizmi? Hasan aka. Adrenalin oltingizmi? Motivatorlar kim bo'ldi? To'ppa to'g'ri. O'zi birinchi bo'lib menimcha Sanjar akam boshladilar. Men qatnashaman Wranglerda. Dilar qolgan Wranglerchilar bizachi deb qolishdi. To'g'rimi?
Bitta narsani aytish kerak, bu 212 misol uchun ochuvchasiga aytish kerak. Qo'rqmadi. Haydovchi birinchi marotaba Jeep haydashi. Yana musobaqaga. 212, ha, yana musobaqaga. Yaxshimi, yomonmi? Aytdiki, men tushib yuraman dedi. To есть biz chetda turmaymiz deyishdi. Tushib kurashdi qo'ldan kelgancha. Men umid qilaman, tajriba orttirsa yana ham zo'r qatnashadi. Menimcha endi hozir hammaga bitta qarsak qilib qo'ysak, Bugun mana ikkinchi kun qiyinchiliklardan o'tish bellashuvi bo'lyapti. Kechagi trassani sal o'zgartirishdi. Bunaqasi уже yurilyapti. Anaqa tepaliklar bor. Shu yerdan chiqish kerak, o'tish kerak, xullas. Shuni ko'ramiz. Shturmini yosh. Mana mashta to'g'ri burdi lekin hozir. Алиш, давай, удачи. Kimni chaqiryapsizlar? Kimni eshitolmayapti. Qattiqroq gapirsanglar. Если нет желающих еще дополнительно поучаствовать, то это последний заезд. Красава. Oxirgi zayiz kvadrotsikl bataribdi. Классно, да. Кайфанул? Кайфанул, да. Единственное, в том одном повороте ошибся, да. Сложный был Да, участок, да, но так классно что Я про проехал. него забыл, я его ждал так, и оказывается, он уже там. Zo'r bo'ldi, zo'r, juda chiroyli. Nechinchi marta bunaqa qatnashyapsiz? Ну, на таком первый раз. Birinchi marta. Что, Суби, как? Офигенно проехали. Алишер вообще зверь. Машина вообще зверь. Короче, все стоки. Подвеска отработала на все 100, короче. Я тоже, короче, подвеску меняю. Штурман, потому что хороший. Подвеску меняю, короче. Продал, красава. Очень зрелищный между собойчик получился. Шикарная организация. Как всегда в Узбекистане все гостеприимно, очень вкусно, очень сытно и очень дружелюбно. Все, будем ждать еще. Будем ждать. Спасибо. Kostya eng ashaddiy ofroudchilardan biri. Bu bola ko'rgan bo'lsanglar, Cobalt'da Rimgacha borgan. Cobalt'da oldi bamperni kesib tashlab balandroq qilib, buni ko'pchilik biladi ofroud communitydan. Shuning uchun men hozir Trailblazer olgan, bu bilan biz Oyganga borganmiz, yaxshi kontentlar qilganmiz. Bu gal mana qatnashdi. Xullas shunaqa zo'r insonlar bor. Bunaqa joylarga kelsa, mana shunaqa qiziq odamlar uchirtasizlar. В целом проехались хорошо. Вот, наверное, где-то место 10 там у нас есть. Из там 30, я думаю, нормально. Ну ты красавчик. Так что приезжайте на такие мероприятия. Yorvor deylar lekin. Ko'rdik, tomosha qildik, balet qildik. Gapi. Mashina haqida aytib bering, ikki og'iz. Mana tushunadigan bor, tushunmaydigan bor, endi hamma qiziqadi. Mana yig'gan mashinani. Toyota 70 talik Land Cruiser. Aha.
3 motor, benzin motor turibdi. Aha. Unaqa puldan ham ko'ra ko'proq mehr berilgan bu mashinaga. Qatdan olgan shuncha mehr deydi-yu. O'zimizdan astoydil mehr berib olib kelganmiz. Endi xudo xolasa mana uyaltirmadi, yomon emas. Ha, zo'r yurdi, zo'r. Festivalni tashkillashtirganlarga ham katta rahmat. Bu jipperlarga nima kerak? Faqat mana shunaqa musobaqa kerak. Yo'lda qiziq kelaveramiz. Boraveramiz qatta bo'lsa. Zo'r bo'ldi aka, xudo xolasa. Mashinani endi qirralari ochilyapti. Hozir bayronni yig'ishtirgani trassaga ketdik. Tiptronikka qo'yib bersa, mashina juda ham zo'r yuradi. Ya'ni mana 212 ni aytyapsiz, to'g'rimi? 212 o'zimizning mashina. Lekin ощущение zo'r. Bunaqa соревнованиеga birinchi marta qatnashyapman, lekin to'g'risi mazza qildim. Bunaqa kayfi boshqa joyda olib bo'lmas ekan. Men drift ham qilib ko'rganman, katta tezlikda haydab ham ko'rgan, 260 gacha chiqqanman, lekin men off-roadni mazasi boshqa joyda yo'q ekan. Haligacha yuragim dukillayapti. O'sha trassa bo'yicha yurishni odam yana ham xohlayapti-da, qonga singidi o'zi. Bu menimcha chiqib ketmasa kerak off-road. Endi har hafta maksimal mana shunaqa приключение qidirib off-roadga chiqishni menimcha plan qilyapman. Bo'ldi, rahmat. Menimcha ko'pchilik qiziqishni boshlaydi bu narsaga. Endi bunaqa kayf boshqa joyda yo'q ekan, to'g'risi. Adrenalin rosta kasimi. Nima bo'ldi mashinaga? Shu mani trubkamiz tepdi-da, hali sakraganda. Ha. Shu hisobiga moy oqib ketib qopti, ozgina hozir oqib qolib ketdi. Bamper o'singan-da? Ha, yo'q, bamper hali sindi-yu. Ha. Shu sakraganda ozgina zarb bo'lganda trubkasi qo'yib yuboribdi. Bu 120 talikni 2 eshikli bu. 2 eshikli 4 litrli motor. 6 silindr. V6 hisoblanadi. Bu kam shekilli bunaqasi bizda. Ha, bizda kam aka. Yo, o'zbekdami? Men eshitganim O'zbekiston bo'yicha 3 ta deyshadi. Ikkitasi Toshkentda, bitta oqi ham bor Yunusobodda. U 4 litr menimcha o'sha. Shunaqa deb eshitdim. Keyin Xorazmda ham bor bitta. Stalnoy rangda. Qale umuman aka festival. Vobshe mazza qildi. Aka mana shunaqa ko'p uyushtirib tursanglar mana. Aka hamma yig'iladi, har doimgidek. Hammaga omad. Rahmat. Akbar akaga rahmat. Akbar aka rahmat. O'zimiz uchun konsert qo'yurimiz, esdalik bo'lsin deymiz-da. Zo'r o'tdi-da aka. Rahmat, charchamang. Xolos, keyingilarda qatnashamiz. Albatta. Albatta. Murodil aka, festival ham tugadi mana hozir. Taqdirlash marosimi bo'ladi. Qanaqa bir fikrlaringizni beraylik. Festival zo'r bo'ldi, biz kutgandek bo'ldi, xudoga shukr. Mana shuncha odam yig'ildi. Birinchidan Jizzaxda, Aydarqo'lli bo'yida uzoqligiga qaramasdan hamma keldi, vaqt topdi, sharoit topdi. Tем более Qozog'istondan shuncha mehmon keldi, bularga alohida rahmat. Qozoq qarindoshlarimiz desa ham bo'ladi. Zo'r komanda, baraka topishsin. Kelajakda xudo xolasa yana bunaqa tadbir qiladigan bo'lsak, o'zi bunaqa tadbirni yana kattaroq masshtabda qilamiz. Qirg'izistondan, Tojikistondan mehmonlarni chaqiramiz, birga bo'lishadi degan umiddamiz, xudo xolasa. Akbarga alohida rahmat. Akbar bitta o'zi shuncha harakatni qilib, necha kun uxlamay harakat qilib yurdi. Endi biz qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qildik. Hamma kelganlarga ham rahmat, chunki ko'pchilik bilan bunaqa tadbir bo'ladi. Ko'pchilik bo'lgan uchun ham shunaqa qiziq zo'r bo'ldi. Kelajakda yana kutib qolamiz. Kelinglar, qo'shilinglar. Har doim xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Men havo bulut bo'ladi deb shu tanlovdim, chunki Allohning kuni endi havo bulut bo'lmadi, ming bor uzr. Hamma yig'ildimi Sarvar? Sarvar o'zi qani? Avvalambor bugun oxirgacha qolib, bayramimizda oxirgacha birga o'tkazamiz deb va shunaqa tashkillashtirgan Jeep Trialimizda qatnashuvchilar uchun alohida o'zimni tashakkurimni yetkazmoqchiman. Mana Aydarqo'lda bo'lgan off-road festivali ham o'zining nihoyasiga yetdi. Juda zo'r bo'lib o'tdi. Mana o'zingizlar ko'rdinglar. Qiziq mashinalarni ko'rdik, yaxshi insonlarni uchratdik. Shuning uchun hammaga shunaqa yaxshi hobbilar tilayman. Hayotinglar mana shunaqa qiziq bo'lsin hammanglarni. Yoqqan bo'lsa like bosasizlar, kommentariyalarda yozib qo'yinglar. Ozgina orada ruscha so'zlarga rozi bo'lasizlar, hamma ham o'zbek tilini bilmaydi bu yerda. Shuning uchun hammaga rahmat. Hammaga xayr, sog' bo'lasizlar.